Savdo, globallashuv va valyuta kurslarining dunyo iqtisodiyotiga ta'siri va uyg'unlashuvi. Umuman jahon iqtisodiyotini o'rganishda xalqaro iqtisodiy munosabatlarni, tajribalarni o'rganish juda muhim hodisa hisoblanadi. Juda professional iqtisodchilar, ayniqsa 21-asr iqtisodchilari ichki va tashqi iqtisodiyotni juda katta farqlar bilan e'tirof etmayotganligi asosiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Biz an'anaviy tarzda o'rganardik. Ichki iqtisodiyot ma'lum bir mamlakatning iqtisodiy sektorlarini tartibga solishga yordam bersa, jahon iqtisodiyoti mamlakatlarning iqtisodiy munosabatlarini ta'minlab berardi. Lekin iqtisodiy mazmunga ko'ra ichki va tashqi iqtisodiyot unchalik bir-biridan farq qilmasligi, ayniqsa global trendlarning paydo bo'lishi, chegaralarning faqat siyosiy jihatdan mavjudligiga ishonadi va iqtisodiy jihatdan boj va boshqa tariflar orqali tartibga solingan iqtisodiyot asosida chegaralarni deyarli yo'q hisobga kiritishni boshladi. Ya'ni mamlakatlarning o'zaro chegaralari siyosiy ma'noga egaligi va iqtisodiyotni yuritishda katta muammolar yo'qligi, farqlarni davlatlarning iqtisodiyotga ochiqlik darajasi hal qilishi haqidagi iddaolar e'tirof etilishni boshladi. Bu ham globallashuvning ta'siri yuqoriligiga sabab bo'ladi va globallashuv ta'sirida mamlakatlar iqtisodiyoti dunyo iqtisodiyotiga globallashib ketadimi yoki o'z iqtisodiy prinsiplarini asrab qoladimi? Bu iqtisodiy rakurslarning hal qiluvchi qarorlari hisoblanadi. Umuman jahon iqtisodiyotini shakllanishida savdo va valyutaning o'rni beqiyos hisoblanadi. 1992-yilda George Soros misli ko'rilmagan foydaga erishishni boshladi. Ya'ni u 1992-yilning sentyabr oyida o'sha qora chorshanba deb nomlangan o'sha kunida qariyb $1 milliard foyda ko'rdi. Umuman dunyo hisob-kitoblarida juda katta korchalonlar, valyuta furushlar va qimmatli qog'oz sotuvchilari bu pulni bir oy yoki hatto yarim yilda yoki eng kamida 2 yoki 3 haftada ishlaydigan mablag' edi. Soros esa qariyb $1 milliard mablag'ni funt sterlingning sotuvi orqali demak bir kunda ishlab oldi va bu dunyo iqtisodiyotiga asosiy case deb kirdi. Sorosning eng katta muvaffaqiyatlaridan biriga aylandi va o'sha yillardan boshlab butun dunyo moliyachilari tomonidan Soros qo'llab-quvvatlanib kuzatila boshladi. Umuman 92-yillarda Britaniya o'zining kichik inqirozlarini boshdan kechirayotgan, iqtisodiyot biroz susayotgan davrlar edi va funt sterlingning narxi tushishni boshlagan edi. Ya'ni boshqa Germaniya markasi, Fransiya frankiga qaraganda funt sterlingning narxi tushib borar edi va Angliya bankining ikkita yo'li bor edi. Birinchisi albatta boshqa valyutalarni, zaxiradagi valyutalarni bozorga chiqarib, intervensiya siyosatini olib borish bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi esa foiz stavkalarini oshirish va obligatsiyalar orqali pulni qoplash edi. Albatta, Soros mana shu jarayonda Angliya hukumati demak funt sterlingni barqarorlashtirishga, ya'ni o'sha darajasida ushlab turishga va'da berganiga qaramay, funt sterlingni tushib ketishini taxmin qildi va mana shu funt sterlingning tushishiga juda katta mablag'ni yo'naltirdi va tez orada albatta kutilganidek funt sterling tushib ketdi, chunki deyarli Angliya bankining xorijiy valyutadagi zaxiralarini ushbu jarayonga ishlatilishi deyarli foyda bermadi. Ikkinchi yo'l bo'lgan foiz stavkalarini ko'tarish ham esa investorlarning ta'sirchanligini Angliya banki o'ylagan darajaga chiqara olmadi va funt sterling qariyb o'zini 10% qiymatini yo'qotdi va Soros dunyoning eng katta korchaloniga aylandi. Ya'ni jahon iqtisodiyotidagi valyuta tebranishlari va savdo amaliyotlarining beqarorligi ham jahon iqtisodiyotini tartibotlarini jiddiy darajada o'zgarishiga ta'sir qilishi uchun sabab bo'la olar ekan. Umuman valyuta kurslari, demak Islandiya kabi mamlakatning qanday qilib inqirozga yuz tutganligi haqidagi keyslar valyuta kurslarini nihoyatda tebranuvchan ekanligiga javob beradi. Albatta, bir valyutaning ikkinchi valyutadagi ifodasi bu valyuta kursini tashkil qiladi va har bir valyutaning ikkinchi valyutada qandaydir kursi ifodasi mavjud va bular albatta xuddi tovardek bozorda ideologiyasi bo'yicha talab va taklifga asosan shakllanadi. Albatta,
kurslarning tebranishida maxsus moliyaviy pul bozoridagi o'zini qoidalari mavjud hisoblanadi. Va bugungi sharoitda mamlakatda valyuta kursini demak 4 ta institutsional tashkilot belgilab beradi. Birinchisi Markaziy bank barcha mamlakatlarda xorijiy valyutalarga nisbatan o'z valyutasini ishlatib turadi. Ikkinchisi bu tijorat banklari, ya'ni Markaziy bankdan olinadigan kursni sotib olib, intervensiya siyosatini yuritishadi va o'zlari bozorga chiqarishadi. Uchinchisi valyuta birjalari, bu yerda narx talab va taklifga, ya'ni valyuta talabi va taklifiga binoan yoki Yevropada clearing palatalari orqali amalga oshiriladi. Bu yerda ham investorlarning pulni olib chiqib ketishiga bo'lgan harakat uchun asosan valyuta birjalaridan foydalaniladi va to'rtinchisi qora bozor hisoblanadi. Ya'ni o'sha daraxtni tagida yoki bozorda turgan sarroflar emas, balki bozordagi o'rnatilayotgan narx. Zaxira valyutasi sifatida rivojlanayotgan mamlakatlar xususan dollarni juda ko'p ishlatishadi. Chunki xalq ma'naviy jihatdan o'z valyutalariga ba'zan boykot beradi va xorijiy valyutalarni shakllantirishni boshlaydi yoki ko'p import tovarlari bilan ishlaydi. Xususan Toshkent bozorida gadjetlar sotib olish uchun Malika kompleksiga kiradigan bo'lsanglar, ma'lum bir gadjet yoki texnologiyani sotib olganinglardan keyin sotuvchi sizlarga kalkulyatorda o'sha narxning dollardagi narxini aytadi va kurs hisoblab sizlarga so'mda qancha berishni aytib o'tadi va u hisoblagan kurs albatta Markaziy bank yoki tijorat bankini kursidan farq qiladi. Ya'ni u Malikani chiqargan kursi hisoblanadi. Ya'ni qora bozor ham ma'lum bir import tovarlarini sotib olib, import tovarlarini sotib olgandan keyin, demak, bu zaxira valyutasiga, ya'ni dollar yoki yevroga sotib olgan bo'ladi va bu tovarlarni yana qaytarib olayotganda, demak, pulini chiqarish kerak va bu tovarlarni sotganda, so'm yig'ib olganda dollarga yoki yevroga qanchalik almashtirish oson, ya'ni optimizatsiya qilinganligiga qarab, demak, valyuta kursini belgilab beradi. Umuman valyutaning xarid quvvatlari, demak, mamlakatda umuman mamlakatlar iqtisodiyotini ichida asosan jonlantiruvchi quvvatga ega modellardan biri hisoblanadi va barcha mamlakatlar valyutani o'zida saqlashga va intilishga harakat qiladi. Umuman valyuta tizimida to'g'ri va teskari kotirovkalar mavjud. Ya'ni o'z mamlakati valyutasini bir deb keyingi valyutani unga ifodasini isbotlasa, bu o'sha mamlakat uchun to'g'ri kotirovka va ikkinchi qo'llanilgan mamlakat uchun teskari kotirovka bo'ladi. Masalan, 1 dollar 12.500 so'mni tashkil qiladi. Bu AQSh uchun to'g'ri kotirovka, ya'ni 1 dollar deb hisobladi va O'zbekiston uchun bu teskari kotirovka hisoblanadi. Agar 1 so'm necha dollarligini, ya'ni 0.10 mingdan qancha birlikdagi birlikni hisoblaydigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun to'g'ri kotirovka bo'lar edi. Lekin bilamizki, to'g'ri kotirovkadan foydalanish valyutasi boshqa zaxira valyutalariga qaraganda qadrsizroq valyutalar uchun noqulay hisoblanadi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarning ba'zilari to'g'ri kotirovkadan va juda ko'p mamlakatlar, ya'ni aksar mamlakatlar teskari kotirovkadan foydalanadi. Men valyutaning ikki mamlakatning yoki undan ortiq mamlakatning o'zaro aloqalarini, iqtisodiy savdo aloqalarini ta'minlashda valyuta kurslarining o'rni beqiyos bo'ladi. Chunki ikki mamlakat savdo qilayotganda bir valyutada savdo qilishni xohlaydi va savdo amaliyoti kelishilgandan keyin amaliyot o'rtasida valyuta kurslarining o'zgarishi eksportyor yoki importyorga zarar keltirib qolishi mumkin. Ya'ni tovarning narxi ma'lum, tovarning narxini sotishni kelishib olishdi, uning xorijiy valyutadagi ifodasi ham ma'lum, lekin kelishuvdan keyin valyuta kurslari keskin o'zgarib ketdi. Mana bunda haqiqiy muammo kelib chiqadi. Ya'ni endi bozor narxidagi muammolar emas, bozor narxida sotgani bilan unga bo'lgan kursdagi muammolar. Ya'ni importyor o'sha sotgan mablag'ini o'zini puliga kerakli valyutada almashtira olmay qoladi. Umuman valyuta kurslari eksportga to'g'ri proporsional va importga teskari proporsional hisoblanadi. Ya'ni valyuta kursi oshib borsa, eksportni rag'batlantiradi. Ya'ni mamlakat ko'proq yoki biznesmenlar ko'proq eksport qilishga harakat qilishadi. Chunki xorijiy valyuta qimmat. Ikkinchisi, valyuta kursining, demak, pastga tushishi eksportni ham rag'batlantirishni
to'xtatib qo'yishi mumkin bo'ladi va aytganimizdek valyuta kursining o'zgarishi importga teskari proporsional. Agar mamlakat bir valyutani, demak bir valyuta zaxira valyutasida import qilayotgan bo'lsa, ya'ni dollarda import qilayotgan bo'lsa, agar dollarning kursi ko'tarilib ketsa, demak bu yerda import qilish qiyinlashadi. Chunki dollarga bo'lgan narxning ko'payib oshib ketishi import tovarlarini ham sun'iy ravishda narxini ko'tarilib ketishiga olib keladi va import qisqaradi. Agar valyuta kursi tushsa, ya'ni milliy valyuta kursini zaxira valyuta kursiga nisbatan, ya'ni so'mning dollarga nisbatan aytaylik, narxi tushishni boshlasa, demak bir birlik tovarga ko'proq tovar demak sotib olish imkoniyati tug'iladi va importimiz bizda ko'payishga muvaffaq bo'ladi. Umuman A mamlakat va B mamlakat ishtirokidagi iqtisodiy munosabatlarni ko'rib chiqayotganda, albatta import qiluvchi mamlakatda doim valyuta kursining pastga tushishi qulayroq hisoblanadi. Chunki zaxira valyuta kursi qanchalik past bo'lsa, o'sha mamlakat ko'proq import qilishga muvaffaq bo'ladi. Chunki valyuta kurslari o'zgarishi mana shu import jarayoniga ta'sir qiladi. Umuman dunyodagi xalqaro savdo turli xil valyutalarda qilinadi. Asosan 4 ta zaxira valyutasini e'tirof etishadi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari dollari, Buyuk Britaniya funt sterlingi, Yaponiya yenasi, shuningdek 4-valyuta sifatida Yevropa ittifoqi yevrosini aytib o'tish mumkin bo'ladi. Albatta bu yerda 99-2000-yillargacha Germaniya markasi va Fransiya franki bo'lgan va ularning yevroga o'tishi hisobidan bu 4-valyutaga, keyinchalik miqdori, qamrovi va jahon savdosidagi ishtiroki bo'yicha 2-valyutaga aylanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va barcha rivojlanayotgan mamlakatlar asosan iqtisodiyotlarini rivojlantirguncha import bilan band bo'lishadi va bu importni o'z valyutalariga emas, xalqaro tan olingan valyutalarda sotib olishga majbur bo'lishadi va ularga doimiy valyutani kerakligi valyuta kursining biroz pastga tushishi foydalilik koeffitsiyentlarini ko'tarilishiga olib keladi. Valyuta kurslarini dunyo iqtisodiyotini o'zgarishida sanoatlashish bilan bog'laydigan olimlar mavjud. Ya'ni o'sha ishlab chiqarish, import o'rnida bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish, eksportga yo'naltirilgan siyosatni amalga oshirish orqali dunyo valyuta zaxiralarini jamlash siyosati mavjud. Albatta Xitoy foydalanganligini ko'rishimiz mumkin va ko'pgina Amerika tashqi savdosidagi disbalans Xitoy tashqi savdosidagi profitsit bilan qoplanishi hech kimga sir emas hisoblanadi. Lekin sanoatlashib bir maromda xizmat ko'rsatishni rivojlantirib kelayotgan mamlakatlar ham ba'zida valyuta tebranishlarida katta muammolarga duch kelishi mumkin. Va g'arb tadqiqotlarida Islandiya kabi mamlakatning qanday qilib rivojlanishdan to'xtab qolganligi haqida juda ko'p fikrlar yuradi. Va eng valyuta kursi ta'sir qilib mamlakatni umumiy dinamikasini buzib yuborgan keys sifatida Islandiyani keltirishadi. 20-asr oxirlarida esa bu keysda ko'proq Argentina katta rolni o'ynardi. Ya'ni 1990-yillarda Argentinada inflyatsiya 1000 baravar, 1000% ga chiqdi va bu odamlar uchun tabiiy holat edi. Mamlakat 3-marta tashqi qarz siyosatida juda katta yo'qotishlarga uchrab, bu narsani qisqartira olgan edi. 21-asrning boshida esa Islandiya nihoyatda rivojlangan mamlakat, investitsion jozibadorligi juda kuchli, Yevropadan har tomonlama investitsiyalar kirib kelayotgan va umuman Islandiyaning milliy valyutasi ancha qadrliroq ekanligini ko'rishimiz mumkin edi va Islandiya valyutasi 2007-yillargacha o'zini saqlab qolib rivojlanib bordi va 2007-2008-yillardagi jahon moliyaviy inqirozi oqibatida ko'pgina Yevropa mamlakatlari zarar ko'rishni boshlashdi. Ayniqsa bu Islandiyaga juda qattiq ta'sir qildi va 2010-2015-yillarda ba'zi bir joylarida Islandiyaning umuman valyuta qobiliyati 90% ga pasayib ketdi va bu paytda juda ko'p investorlar Islandiyani tark etdi. Umuman xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ygan, ma'lum bir iqtisod tartibotlarini amalga oshira olgan, deyarli iqtisodiy sektorlarda xatosiz yo'nalishlarni yo'lga qo'ya olgan davlat shunchaki
inqirozdagi o'z valyuta kurslarini yevroga nisbatan va boshqa zaxira valyutalariga nisbatan qadrsizlanishi tufayli umuman inqirozli ahvolga tushib qolganligini ko'rishimiz mumkin edi. Va bu iqtisodiy rivojlanish faqatgina sanoatlashish yoki biz an'anaviy tushungan resurslar va yalpi ichki mahsulotga bog'liq emas, balki ular o'rtasidagi nozik munosabatlarda valyuta kurslarining o'zgarishi, qimmatli qog'ozlar va unga bo'lgan savdo xarisligining rakurslarining o'zgarib borishiga bog'liq jarayon hisoblanadi. Mamlakatlarning o'zaro xalqaro iqtisodiy munosabatlarida yoki integratsiyalashuvida xohlagan turdagi muomalasida valyuta va savdoning o'rni nihoyatda yuqoriligini Islandiya misolida ko'rishimiz mumkin bo'lardi. Chunki mamlakat kamroq xatolarga yo'l qo'yib, iqtisodiy yo'nalishlarni, strategiyalarni to'g'ri belgilab, eng asosiy muammolar yadrosida valyuta kursi tufayli katta yo'qotishlarni boshdan kechirgan mamlakat sifatida eslanadi va juda ko'p mamlakatlar an'anaviy iqtisodiyotning rivojlantirishda, ya'ni keyingi innovatsion iqtisodiyotga o'tishda xalqaro iqtisodiy munosabatlarni, ayniqsa dunyoga integratsiya, jahon bozoriga integratsiya bo'lishda valyuta muammolari eng birlamchi muammolar hisoblanadi. Chunki u ayirboshlashni va ikki mamlakat rakursi uchun yagona qiymat belgilaydigan valyuta tizimi hisoblanadi va bu mamlakatlarning rakursi tufayli narx har-xilligini va kurslar tebranishi orqali bu narxlarning doim klonlashib borishini va mamlakatlar buning uchun katta e'tibor berishini bildirib o'tadi. Va valyuta kurslari asosan talab va taklif asosida shakllangani bilan ma'lum bir operatsiyalar orqali nazorat qilib turiladi. Masalan, shunday operatsiyalardan biri bu cross hisoblanadi. Ya'ni cross kurs bu valyuta haqidagi ikkita ma'lumotga qarab, uchinchi ma'lumotni aniqlash hisoblanadi. Bu qanday amalga oshiriladi? Faraz qilaylik, 1 dollar 10 ming so'm. Albatta faraz qilyapmiz va faraz qilamizki 1 dollar 100 rubl. Ya'ni biz ikkita ma'lumotni bilamiz. Dollarni so'mga nisbatan qiymati kursi va dollarni rublga nisbatan qismi. Va uchinchi ma'lumotni biz olishimiz mumkin. Ya'ni rublni so'mga nisbatan qiymatini. Bunda biz so'mni, ya'ni birinchi qatordagi so'mni, demak, ikkinchi qatordagi rublga bo'lib yuboramiz. Chap tomonida faqatgina dollar turibdi, o'ng tomonida demak rubl va so'm turibdi. Demak, 1 dollar 10 ming so'm, 1 dollar 100 rubl. 10 mingni 100 ga bo'lsak, demak 100 so'm chiqadi. Ya'ni bu ikkita ma'lumotdan kelib chiqadiki, cross kursda 1 rubl 100 so'mni tashkil qiladi. Mana shu cross kurs hisoblanadi va juda ko'p mamlakatlar aslida bozor mexanizmlari yoki talab va taklif deb murakkablashgani bilan asosan forex bozorlarida kurslar mana shu crossga qarab shakllanadi. Yana bir mashhur kurs bor, ya'ni biz aytdikki, ikki mamlakat eksport va import operatsiyalarini amalga oshirayotganda jahon narxlaridan tashqari valyuta kurslarining o'zgarishi ham o'sha narxlarga ta'sir qiladi va kimdir mana shu kurslar hisobiga ko'proq yutqazishi yoki ko'proq yutishi mumkin bo'ladi. Bularni oldini olish uchun spot kursi tavsiya qilinadi. Ya'ni o'rtadagi bir bank 2 kunlik yoki 1 kunlik operatsiyalarni ochib beradi. Mana shu 1 kunlik operatsiyalar davomida ikkita obyekt subyekt uchun, ikkita tashkilot uchun savdo qilishga ruxsat beradi va kurslar o'zgargan taqdirda bu yo'qotishlarni bank o'z bo'yniga oladi. Ya'ni ular uchun ma'lum bir kurslarda polis ochib beradi. Mana shuni spot deymiz. Undan tashqari valyuta kurslariga, jahon bozoridagi valyuta kurslarini tebranishiga oid 100 dan ortiq muammolar borligi va bu turli xil operatsiyalar, o'sha forward, swap yoki varant yoki boshqa operatsiyalar orqali amalga oshishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman valyuta kurslarining o'zgarishida, demak 21-asrda olimlarning valyuta kurslarini o'zgarishi va iqtisodchilarning fikri albatta valyuta kurslarini ko'proq davlat tomonidan nazoratga olinishi mobaynida ko'proq tahlil qilinishini talab qiladi va ilmiy tadqiqotlarni taklif qilishadi. Ya'ni butun boshli katta iqtisodiyotni ham savdo va valyuta almashinuvidagi tebranishlar
o'zgartirib yuborishi mumkinligi haqida iddao qilishadi va 21-asrning boshida shunday iddaolar paydo bo'ldiki, ya'ni dunyoda bir pul birligini paydo bo'lishi ehtimollari uchun demak gipotezalar yaratildi. Ya'ni Amerikaning ikkita shtatida ham dollarda savdo qilinadi va ikkita shtati bir-biri bilan savdo qilishi mumkin. Ya'ni dunyoda ham shunday bo'lishi mumkin-ku. Ichki iqtisodiyot va tashqi iqtisodiyot kelajakda globalizm ta'sirida chegaralar faqat siyosiy jihatdan mavjud bo'ladi. Iqtisodiyotlar chegarani tanlamasa, bir valyuta birligi bo'lishi mumkinmi degan iddaolar. Buni orqasida, buni fonida kriptovalyuta, ya'ni Bitcoin tushunchasi dunyo maydoniga kiritildi va bu tushunchalar mamlakatlar markaziy banklari tomonidan hali to'liq tasdiqlangani yo'q. Lekin ba'zi bir pulga nisbatan jozibadorligini oshiruvchi noma'lum guruhlar tomonidan kriptovalyutalarning bozori iddao qilib borilyapti va hozir ular yaralgandan beri rivojlanishga uchraganligini va juda katta qiziqishlarni olib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va xulosa qilib aytganda, mamlakatlarning o'zaro iqtisodiy aloqalaridagi savdo va valyuta imkoniyatlari uyg'unlashishning asosi hisoblanadi va aytamizki, keyingi 30-40 yil albatta bu sohadagi juda katta o'zgarishlarni kutib turgan davrga kirishimizni anglatishini muhokama qilishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.